Men Ziyodulayeva Marjona, Jizzax davlat pedagogika universiteti bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabasiman. Ortga nazar tashlaydigan bo'lsak, Samarqand viloyati Payariq tumani 13-umumiy o'rta ta'lim maktabini a'lo baholarga tamomlaganman va ayni damda Jizzax davlat pedagogika universiteti xorijiy til va adabiyot fakulteti 1-bosqich talabasiman. O'z ijodiy ishlarimda universitetga qabul qilinganimdan so'ng davom ettira boshladim. Ayni vaqtda 30 dan ortiq ilmiy maqolalar hamda 20 dan ortiq badiiy va publitsistik maqolalar muallifi hisoblanaman va hozirgi damda ustozlarimiz bilan birgalikda bu ijodiy namunalarimizni Moldova, Turkiya, Antaliya kabi davlatlarga chop etib kelmoqdamiz. Yaqinda Toshkentda bo'lib o'tgan yilning eng yaxshi ilmiy izlanuvchisi nomi ostidagi xalqaro forumda ham o'z ijodiy ishlarim bilan birgalikda qatnashib, ko'krak nishon hamda sertifikat sohibasi bo'ldim. E'zozlar, ardoqlar uchun tashakkur. Asli siz oftobim, men ziyosiman. Tonglaringiz otsin dorilamon kun, baxtim shul o'zbekning Zulfiyasiman. Kelajakda oldimga qo'ygan eng yirik maqsadlarimdan biri bu Zulfiya nomidagi davlat mukofotini qo'lga kiritish. Bu ko'rsatuvda qizlar bilan birgalikda dugona bo'lib, ulardan bilmagan narsalarimni o'rganib, ko'rsatuv davomida juda ajoyib taassurotlarga ega bo'laman degan umid.